ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. Allah subhanahu wa ta'ala bir paşı bilen bir misal keltirse, kuffarlar bunu dünyavi uqum bilen qarşılaydı bu misalni. Yani bular haqiqiy uqumga diqqat qilmaydi. Deydi ki, hey, bu paşını misal qilib yuribdi ya Allah. Bu degan oddiy bir maxluqqa pok deb urib qo'ysang bir narsalarni alqina olib o'lib qoladi. Bu mushunchlik maxluqni tilg'ab yurib, nimishqa Allah gavdasi cho'ng, kuchli pillani misal qilmaydi. Yoki insonda kuchli bo'lgan shirni misal qilmaydi. Bular deydiki, "Maza aradallohu bi hada masala." Bu kichik bir narsani misal keltirib Allah nim demoqchi? Ama bular shu nuqtaga diqqat qilmaydi. Yani mushu pasha hajmi intayin kichik bo'lib, buning yaratilishining o'zi bir mo'jiza. Chunki bu kichik hajmda Allah subhanahu va taolo shu pashaga hayotida lozimlik bütün organlarni qurullaştırgan. Mesela paşının közleri var. Yakınki bir tadqiqatlarda nurgun közleri var deb chiqyapti. Bunun içki bir tumushq var. Lekin inchki bu kichik tumushq olgan bilan insonning tirisini teshib kirib, qanini sumralaydi. Inchki ojiz bo'lgan shu bir tumushq bilan paşının paçaqları var, qanotları var, nesl qaldırış a'zolari var. Demek paşının hayotiga ketarlik bütün nesler paşıda var. Bir narsa qancha kichikchigan siri, o shuncha buyuk yaratish inchkiligiga ehtiyojlar. Qancha kichik narsani yaratdi degan gap Allohning shuncha buyuk qudratini namoyon qildi degan gap. Masalan, insonlar soatni kashf qilgan vaqtda ko'ryapmiz. Buning hajmi nihoyat buyuk endi bu cho'ng bir o'ng'ib qo'ydigan yo'g'on tunji qatim kashf qilingan soatlar. İnson taraqqiy qilgan sari sanoat, madaniyat taraqqiyotlarida hajm inchki kichiklashga boshladi masalan. Hatto eng oxirida bir uzukchilik üzüktünme küçük saat yasaş mümkün derecesiga keldi. Bu bir misal. Radyo keşf qilinganida tunji radyoning hajmi pek cho'ng. Hozir endi bugun eng kichik holatga kelib, hatto siz uni yangiqingizga salalg'idek holatga keldi. Undan kichik endi u. Bütün sanoatlar ashta bo'ladi. Taraqqiy qilgan vaqtida hajmi kichiklaydi. Uning hajmining kichiklashi usti bir sanoatga ilmi taraqqiyotga ehtiyojli. Qancha ustunlashgan sari kichik yasay oladi. Yani Allah subhanahu va taolo bizga pash bilan, hajm jihatda pashidmi kichik narsalar bilan misol keltirgan vaqtda, bu yerda Allohning maqsadi nima desa, intayin nozik, inchki yaratishga bizning diqqatimizni tortmoqchi. Lekin kuffarlar bu yerdagi uqumni bu tarafiga olmay, buni dunyodagi oddiy uqum tarafiga elib oldi. Bu dunyodagi oddiy uqum degan haqiqatning tamsilchisi emas, haqiqatni ifodalay olmaydi bu.